Hey, ko'ngil podachi, mening insonlarga g'azablanishimning sababini endi tushundingmi, ha? İnsanlar beşiği kelgan qiyin kunlar haqida qag'ining peydimmi baq qara kun bo'ldi deyishidi. Men qag'ining rangining insonlarda siqilish paydo qiladiganligini bilaman. Lekin qag'ining jismidagi eng qora paymo qalbi qardab ketgan insonlarning qalbining qorliqiga tankilanmaydi. İnsanlarning qag'ilarning mengishini masxar qiladiganligini bilaman. Biz o'milab, ig'anglab mangandikin bizning mengishimiz g'alitmi deyli? Ama bu insanların öz qeyrindişiği zulüm qığını qarğanda addi bir iş emasmi, ha? O'ylab baq. Bo'ldi qil do'stim, hikoyaning davomini aytqin. Qayerda to'xtagan bo'g'itdim? Qobil bilan Hobil cho'ng bo'lib, otasi Odam alayhissalom ularni o'ylab qo'ymoqchi bo'lgan yeriga kelgan edik. Endi esimga keldi. Qobil bu ishga qarshi chiqib, Hobil ammoqchi bo'lgan qizni olaman deb turibdi. Shuning bilan dadasi o ikkisidan Allah uchun qurbonlik qilishni talab qilibdi. Ikkisi nima qurbonlik qilibdi? Pixsiq Qobil bir qanchadan qurib ketgan bug'doyning g'olini qurbonlik qilibdi. Hobil bo'lsa, eng semiz qo'chqardan birini qurbonlik qilibdi. Osmondan bir o't tushib, Hobilning qurbonligini yeb, uning qurbonligining maqbul bo'lganligini uqtiribdi. Undan keyinchi Hobil xo'shligidan o'nlik ovozda Allohga hamd aytibdi. Qobil bo'lsa, o'ltirib yetaman deb to'labdi. Seni öldürüp etmem. Açıqlanma Qobil. Allah faqat taqvodorlarning amalini qabul qiladi. Yelimi pushaymon qilib Alloh tövbe qilsan kechikmaysan. Alloh cho'qim sening amalingni qabul qiladi. Seni hamon bir kuni öldürüp etmem. Çoğum şunda kılımen. Bilip kal. Meni o'ltirmoqchi bo'lganingda sana hargiz qarshilik ko'rsatmayman. Men seni gunohkor bo'lib, do'zax egilaridan bo'lishingni tashlab qo'yman. Zulmning jazosi mana shu. Qazılıq imtihandan en ağırqı sualı. Çiş qağını bulab qaşqan qağı qandaq jaza verildi? Ha? Bu intayin qiyin sualkan. Biz qağla faqat bir tishi qaq bilan to'y qilamiz. Shundoq, to'g'ri deydi. Xo'sh, G'arbob, javob berdigan vaqting oz qoldi. Tish qag'ini bulab qaşqanning jazosi bo'lsa, cho'qilab o'ldirilish. Afsus, bu javob to'g'ri. Men G'arbobning qog' to'pining yinqolsi bo'lganligini jakarlayman. Qazi qarindishim, bu hayotimdagi eng baxtli minut. Shunga mushu munosabat bilan sizlarga bir yangi naqshi aytib beray. Qaqu, qaqu. Hurmatlanglar qozini, anglab uning so'zini, nasihat qilsa agarda, rahmatlanglar qoziga. Qaqaq. Nega qochdi bular? Tug'ish oldida yaxshiroq orom elib olishing kerak. Şuna anımız Havvanın qishig'i berib, şunun qishida tursangiz bo'lar ekan. Lekin men sizlarni tashlab qo'yishdan ansirayman. Bo'lib muqobilsini o'ltirman deb tahdid solgandan keyin. Qobil mening qarindishim. Uni tez ochiq keladigan qo'pollik qilas. Lekin men uni o'z qarindishini o'ltirdi deb o'ylamayman. Birinchi masala u o'g'irlash. Javobgar kim? Qog'oz Zaqqon. Men gunohsiz qozi hazratlari. Men tek seni qarlamaganlikka to'xtab turmansan. Sen xo'shnangni o'sidan qo'g'lab chiqarib, o'di o'zing turib oldingmi? Men o chaqda havo bek isib ketgan bo'g'ashqa quyoshning qizig'idan o'zimni ozroq daldiga olay degandim. Demak, u uning ekanda, o'zining uni o'g'irlaganligini e'tirof qiladi ekansan-da. Men e'tirof qilaman qozi hazratlari. Zaqqon xo'shnisiga yana bir uy yasab bersin. U o'g'irlagan uva chuv etilsin. Uyqungni aç G'arbob. Bexatarlik, jinoyat sodir bo'ldi. Qobil deganni qilgan o'xshamanda. Nima degandi o? Men Zaqqonni da'vatdaman. Zaqqonmi? Yana qushlarni o'sini o'g'irlabdimi? Bu qaytim Joribning ayolini olaman deb turibdi. Ha? Zaqqon sarang bo'ptimi?
Bunun cezası ölüm. O bilmeydiken de bunu. O hazır nerede? Nədiligini heç kim bilməydi. Onu dərya boyda taşlab ketibdi. Ha, to'g'ri. Men izlayotgan narsaning dal o'zi. Sen tabiat kanunuga bo'ysunmay qag'ila to'pining tabiatiga qarshi chiqding. Buningga nima deysan? Gap qila. Nima deyishimni bilmayapman. Gunohingni e'tirof qilamsan. E'tirof qilaman. Kimki qag'ilaning huquqiga tajovuz qilib, uning xotinini ip qochsa, cho'qilab o'ldiriladi. Uqdingmi? Hukm ijro qilinsin. Hukm ijro qilishga qatnashmamsan. Yo'q, yolg'iz ayron olib kelyapti. Ular bu ishni tugatgan chaqda uni dafn qilg'ili kelaman shu. Uni o'zing dafn qilamsan? Shunday qilishim kerak. Shafqat bilan adolat qo'sh kezak. Ikkisi oxirigacha birga menish kerak. Söyümlü qeyrinishim, qo'lingni baxt tutib olay. Yo'q, yo'q. Jinoyatchi qog'ini dafn qilamsan. Abilni o'ldirdi. Men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bilamiz, biz bu ovozni angladik. Qatilni sotlash kerak. O'zingni besavol qayrindishim. Qatil sotlanish kerak. Men uni sotlayman. Sen mi bilirsən, bizning o'zimizdan yuqori tabiqadagilarni sotlash huquqimiz yo'q. Insonlar zamindagi eng yuqori tabiqadagi maxluq. Biz qog'lar uni qanday sotlay olamiz? Zamindagi eng yuqori tabiqa o'z qayrindishini o'ldiradigan tabiqami? Bundoq so'rasang, men javobini bilmayman. Lekin bu xildagi jinoyat pat-pat yuz berib turdigandek qiladi. Bu ish bugun sening ko'z oldingda yuz beribdi. Men bu ishga shohid bo'lishim kerak. Faqat guvohchi xolos. Alloh hammani ko'rib, anglab turg'uchi. Shundoq to'g'ri deysan. Navoda Qobil bu dunyoda shu askalik bilan qochib qutula olsa, bu uning talaysizligi. Bu Alloh uning azobini oxirat kechiktirdi degan gap. Qobil tunch bo'lib odam o'ldirganligi uchun insoniyat tarixida odam o'ldirgan har qanday odamning jinoyati qarta jazolanadi. O eng qabih jinoyat sodir qilgan tunji odam. O insonlar dunyosidagi qalaymaqonchilikning boshlamchisi, yomonlarning yo'lboshchisi, boshlamchisi va muallimi. G'arbib, bularni so'zlab o'tirishga vaqt yo'q. Oldingda muhim ish bor. Zaqqonni opirib dafn qilayotgan, majburiyatini ado qilgan, ha? Herib ketdim. Obilni umr bo'yi ko'tarib yuramanmi? Bu yukdan qanday qutulaman? Uni bir g'orga qo'yib qo'yaymi? Unda qilsam, odam otam uni tepib yilishi mumkin. Voy isit. Men otam va Havo onamning oldiga qandoq boraman? Ularga men boyani bilmayman. Hech nimani bilmayman dey. Yaxshi, Obilning jasadini yushirib qo'yay. Biroq qanday yushirib qo'yaman? Suv tashlab etaymi? Bo'lmaydi. Uni hammalar ko'rib qoladi. Mağdayk macalim kalmadı.
Sen helimi tebessüm kılıvatamsan abi. Meni maskara kılıvatamsan. To'g'ri. Sen ölüş arkalık meni yandın. Sen ölüp meni yandın. Sen ölgen bolsanmı, ben senin oldunda mağlup bolganlığımni e'tirof kılıvatıman. Nima ovoz bu? Ha? Qog'i ekan-ku. U nima qilyotidi-g'anda? Yerni ko'lab nima qiladi-g'anda? Ha? Ha? Asli men bu qog'iga o'xshash qilishim kerak edi-ku. Lekin men nimishqa boshlim shundoq oddiy chorini o'ylab topmagandiman. Bu qog'i menga o'rgatyapti nima? Ha? Men amdi musholga tushib qoldim-a? Kali ishlatishda qog'izlikmi bo'lanmabdiman. Uma qozam, təbəssüm bilən bekişlərin Habil'nin özü. Mən senin həmmi cəhətdə dadanga oxşaş buluşunu ümid qılıman. Qabil'nin balları zemini yamanlıq və pitnigi toşquzudu. Şoňa ular bir daraxtni qomarsa, sen onun ornuğa 1000 tüp daraxt tikişin gerek. Aciz biçarlarga şefqatlik bolğun. Küçlük, zalimlarning aldıda haq gapni degin. Muşu güzel təbəssümüňni hergiz yoqtup qoyma. Agar sen meni o'ldirmoqchi bo'lsang, men seni o'ldirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sening meni o'ldirgan gunohingni va ilgirki gunohingni ustingga elib do'zax ahlidan bo'lishingni tilayman. Zulm qiluvchilarning jazosi ana shu. Qobilning nafsi uningga qerindishi Habilni o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ldirib ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah onunğa qerindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'i avatdi. U qog'i yerni ko'ladi. Qobil buni ko'rib, "Isat, men qerindishimning jasadini ko'mishda mush qog'chilik bo'lolmadim-mi?" dedi. Shuning bilan u nadomat chekkuchilardan bo'lib qoldi. Odamlarga g'azablanishingning sirini endi tushunyapman. Ulug' buvaning bizning ustozimiz ekanligini bilib oldim. O bizga o'liklarimizni qandoq dafn qilishni, ularni qandoq hurmat qilishni o'rgatgan tunji jonliqkan. Rahmat sana qog'i. Men deq sening ismingni bilmayman, podachi. Ismim Sodiq. Ha, seni tabriklayman, Sodiq bovay. Men ma'lum bir kuni sening menga yem berishingga ruxsat qilaman. Ha, bu sening iltifoting. Ha, endi ketishim kerak. İşlerim bekli ko'p. Seni Allohga topshirdim, ha? Xo'shamsa. Ha. Aman bo'l, do'stim. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من
تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة. تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على